Otan chiqdi mana ishdan, ha, qaytyapman. To'xtama, Instagramda reklama qilayotgan aboy do'konmi? Kirib chiqay hozir. Ustaga bitta zo'r ish topib qo'ydim. Ishingiz orasiga ashini ham qo'shib yubormaysizmi? Ha bo'ldi-da, qilamiz qanaqa ish ekan? Mana shu aboylar yopishtirish kerak. Yaxshi aboylar bor ekan. Ko'p aboylar shekilli ichkarida. Kim bor ekan? Keling aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat aka. Instagramda Royal Family do'konimi? Ha, xuddi shu aka. Aboylar ko'raylikchi. Aka, bu ko'rib turgan aboylaringiz Rossiyaning aboylari, Artex firmasiniki akajon. Qanaqa xonada ko'ryapsiz aka? Ikkona uyim bor edi, ustalar ishlayapti. Shu yerga bir yangicha fasonda aboylar kerak edi. Aka, bormi bundan tashqari? Aka, undan tashqari bizda Royal Familyda aboylari kelgan, mana shu zo'llari kelgan. Bitta ko'rib qo'yasizmi aka? Bo'ldi, yuringchi. Aka, bu tomondagi aboylarimiz Royal Family aboylari hammasi akajon. Ye, usta. Maza qilib o'tirsa ekanda do'konda, men 2 haftadan beri qaynatam uyda qanday o'tirsam, siz do'konda endi o'tiring, hech holat bo'lmay, maza qilib o'tiribsiz-ku. 2 kunda bitirib beraman deb 2 haftadan beri cho'zyapsiz. Qachon bitirib berasiz? O'tirib olib gaplashing, o'zi kichkina odam kattadan so'kkandek bo'lyapti. O'tirib gaplashing. Qachon bitadi uyim? Ertaga soat 11 da bitadi aka, ertaga soat 11 dan qolmaydi. Aniqmi, ishonsam bo'ladimi? Ha. Bo'lsa qani? Iloho amin. O'tirgan joyi shu otosini ertaga 11 da bitirmagan, pulini olmaydi. Ketdi. Alo, assalomu alaykum. Ha, ustaman aka. To'rxona ish bor. Ha, bo'ldi, qilamiz aka. Ertalab o'taman. Ha? Siz ham eshitdingizmi yo men qulog'imga chalindimi? Yo'q, takraz eshitdim aka. Solib.